Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 1-noyabr sanasi Moskva vaqti bilan soat 12:25 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8039 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar. Bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. jo'nash kurslari emas, biz sizlarga mana shu ekranda ko'rinib turgan 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'nash kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'nash kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'nash kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi bo'lib O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,197,151 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,387,917 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 148,915 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 148,915 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 22,672 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 136,895 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'nash kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani o'ziga yarasha qulayliklari va afzalliklari bor. Shulardan ham bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kunlik Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'nash kurslarini shunaqa videolar qilib chiqarishimizni xohlasanglar va mana shu videolarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda qora yozuvchida pastda tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Qadrli kanalimiz obunachilari, sizlarda har bitta bosadigan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videolar qilishimizga bizga bir motivatsiya bo'ladi. Ko'p gapirib, sizlarda qimmatli vaqtlaringizni olmaslik maqsadida birinchi bo'lib Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'nash kurslarini Zolotoy Korona programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Zolotoy Koronada $100 kursimiz 8404 rublni tashkil etmoqda. AKPay programmasida migrant promokodi bilan $100 kursimiz 8346 rublni tashkil etmoqda. Merpurligida o'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 8336 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8372 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Unired Mobile programmasini ko'rsatib o'tamiz. Unired Mobile programmasi 8138 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasida $100 kursimiz 8350 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Milliy Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Milliy Pay programmasi 8138 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Tezpay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Tezpay programmasida $100 kursimiz 8138 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygamda ham 8138 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. O'tkazma summasiga bu yerda $100 deb yozamiz va promokodga foydali promokodini teramiz.
Va ko'rishlari mumkin, foydali promokodi bilan $100 kursimiz 8269 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishlari mumkin. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 1-noyabr Moskva vaqti bilan soat 12:31 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'nash kursi programmasi bu Milliy Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni 8138 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Undan keyingi o'rinlarda esa men sizlarga agar O'zbekistonda yaqinlaringizda viza karta bo'lmaydigan bo'lsa, Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz, ya'ni tavsiya qilamiz. Ushbu programmada $100 kursimiz foydali promokodi bilan 8269 rublni tashkil etmoqda. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, ushbu programmadan pul jo'natadigansiz O'zbekistonda 16 talik kod bo'ladi. O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Milliy bank, Hamkor bank, Garant bank, Universal bank, Poytaxt bank, Asaka bank va Aziya Alliance banklaridan shu pul jo'natmasini bemalol olsanglar bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'nash kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsita qilib rublni ustiga qo'shib bir yo'la hisoblab va aytib o'tib ketamiz. Salam Pay programmasidan boshlaymiz. Salam Pay programmasida 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechib oladi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 143.020 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Milliy Pay programmasi bo'ladi. Milliy Pay programmasida 14 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 114 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Merfurligi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 143.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avocent programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142.245 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.026 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programma 97 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Shu programmada 64 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1064 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Tinko programmasi rublimiz 138.609 so'm bo'lishmoqda. Shu programmada hech qanaqa kamsita qolinmaydi va 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 138.609 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Koron programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi. 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.303 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz esa Yubor programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 143.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada ko'rishinglar mumkin 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.359 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz esa Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan O'zbekistondagi Hamkor bank plastik kartasiga 141.000 so'm bo'lishyapti. Qolgan barcha banklar, ya'ni Agrobank, Xalq banki va Milliy bank plastik kartalari rublimiz 140.000 so'mdan tushmoqda. Bundan ko'rinadiki 2025-yil 1-noyabr Moskva vaqti bilan soat 12:36 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'nash kursi programmasi bu Sberbank programmasi bo'lmoqda. Ya'ni Sberbankdan O'zbekistondagi Hamkor bank plastik kartasi rublimiz 141.000 so'm bo'lishmoqda. Qolgan barcha bank plastik kartalariga rublimiz 140.000 so'mdan ketmoqda. Undan keyingi o'rinlarda esa biz sizlarga Milliy Pay programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni shu programmada 14 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 114 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141.000 so'm bo'lib tushmoqda.
Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda ushbu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.